Kech bo'lganda sotuvga yana Captiva keldi. Bilasizlar, juda ham ko'p Captiva sotamiz. Sizlar ulgurmay qolsizlar, shuning uchun kanalga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Narxini oldindan aytaman, kuttirmasdan videoga bitta like bosib qo'ying. 15.950 dollarga ko'ndirdim. O'zi 17.000 deb keldilar. Hop, Captivamiz 2017-yil ishlab chiqarilgan 2.4 ekonomik motorda bo'ladi. 137.300 km bosib o'tgan. Kraskasiga keladigan bo'lsa, olganlarida top-toza deb sotishgan ekan, keyin o'zlari uchun tekshirtiribdilar. Kapotdan kraska chiqibdi, lekin probeglari halol chiqdi, deyaptilar. Xullas shu kraskasi kapot, qolgan joylari yaxshi deyaptilar. Krugoy tayyorlovka ruxsatnomalari bor, polni full shumka bo'lgan. Salon holatlari ham yaxshi ekan, mana qani tamizki rulni taqib qo'yganlar. Patologlar polni alkantara qilingan o'rtoqlar. Mashinani hech qanaqa ishi yo'q deb aytardim-ku, lekin mana shu tarafdan nasijitelli remenni ovozi chiqyapti. Bitta o'shani alishtirib yuborasizlar и plasmasini mana shu qirilgan joylarni bo'yatib olsanglar, mashina qurt holatga keladi. Narxi shu boshida aytgandek 15.950 dollarga ko'ndirib qo'ydim. Agar rostdan ham zo'r narx aytgan bo'lsam, bitta like bosib, kommentariyada plyus belgisini qoldirib qo'yasiz. Captivani ishqibozlariga bu videoni yuborib qo'ying. Egalar nomeri pastda telefon qilinglar. Mabodo yana o'tib beradigan joylari bo'lsa, o'zlari bilan savdolashaverasizlar.